100 metrga ham yura olmas edim. O'tirishga joy izlayverardim. Ushbu bemorimiz bizga oyoqdagi almashuvchi oqsoqlikka, biroz yurgandan so'ng o'tirishga majbur bo'lish, oyoqda sezgining kamayishiga shikoyat qilib keldi. Bemorni tekshirib ko'rganimizda 3-4-bel umurtqalar sohasida uchlamchi sirkulyar stenoz aniqlandi. Bu kasallik o'sha sohadagi nerv ildizlarining qisilishi hisoblanadi. Yuqoridagi belgilar sabab bemorda endoskop yordamida 0,8 mm teshik orqali operatsiya amaliyoti bajarildi. Operatsiya davomida qisilgan nerv ildizlari to'liq ozod qilindi. Amaliyot kutganimizdan ajoyib o'tdi. Operatsiyadan so'ng bemorimiz shikoyatlari to'liq yo'qoldi. Bola operatsiyadan oldin necha metr masofaga yurardingiz? 100 metrga ham yura olmas edim. Operatsiyadan oldin og'riq qanday bo'lgan? Kuchlimi? Og'riq kuchli bo'lgan. Mana shu yerimdan xuddi bosh miltog'im to'p urganday bo'lardi. To'p urganday bo'ladi. Hozir operatsiyadan keyin qanday holatda? Operatsiyadan keyin Xudoga shukr yaxshi. Yaxshiman. Mana yurishlarim yaxshi, og'riq yo'q. Mana shu bansadalarga rahmat. Sog' bo'lsin. Kamron jonimga ham rahmat. Ota-enasiga rahmat o'qitganiga.